Assalomu alaykum do'stlar, salomatmisizlar? Kecha greplikdan musobaqa bo'ldi. O'g'lim Muoz birinchi marta chiqdi. Shunaqa xursand bo'lib ketdim. Alloh nusrat berdi, yuzi yorug' bo'ldi. Muoz degani ko'plar tushunmas ekan, qadimiy ansorlarning ismi. Madinada ansorlar bo'lgan, Bani Hazrat qabilasidan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga 8 yil qarashgan. Muoz ismi halol va haromni to'g'ri ajratuvchi, yordamchi, ko'makdosh, hozirgi tilda aytganda paddeshka qiluvchi degan ma'noda keladi. Shunga atab qilganman, Alloh nusrat berdi, g'alaba qozondi. Shunaqa xursand bo'ldim. Davom uchun borligidan, misol uchun sport yo'lini davom ettiradigan bola borligidan juda ham xursand bo'lib ketdim. O'zi ham xursand. O'g'lim ni sportchi bo'ladi. Tarbiyaga ham boruvdi, sport o'zini yo'liga yutqizsa ham borib motivatsiya berib, ko'nglini ko'tarib qo'yapti-da, birodarini, o'rtog'ini. Tomoshabinlar ham chapay chalyapti, qilayotgan pastutkasiga 600 ni toy bosar ekanda. To'g'risini aytsam, emotsiyadaman. Nima deyishni bilmayman. Kommentariyada o'z fikringizni qoldiringlar. Rahmat, sog' bo'linglar.